Hosilni oshirishning 5 ta muhim yo'li ko'plab omillarga bog'liq bo'ladi, ammo umumiy va eng samarali usullarni quyidagicha keltirish mumkin. To'g'ri nav va duragay tanlash. Tushuntirish: hosildorlikni oshirishning eng asosiy qadamlaridan biri bu sizning iqlim sharoitingizga, tuproq turiga va mahalliy kasalliklarga chidamli, yuqori hosildorlikka ega nav yoki duragaylarni tanlashdir. Ilmiy asoslangan seleksiya natijasida yaratilgan yangi navlar an'anaviy navlarga nisbatan ancha yuqori hosil berishga qodir. Misol, bug'doyning sovuqqa chidamli va kasalliklarga barqaror navlari g'o'zaning tez pishar va ko'saklanish ko'rsatkichi yuqori bo'lgan duragaylari. Optimal o'g'itlash va oziqlantirish. Tushuntirish: tuproq tahlili asosida ekinning ehtiyojiga qarab azot, fosfor, kaliy va mikroelementlar bilan o'z vaqtida va to'g'ri miqdorda oziqlantirish juda muhim. Noto'g'ri yoki yetarli bo'lmagan o'g'itlash hosilni sezilarli darajada kamaytiradi. Misol, vegetatsiya davrida ekinning o'sish fazalariga qarab mineral o'g'itlarni me'yorida solish, masalan, g'o'zada shonalash davrida fosfor kaliy o'g'itlarini ko'paytirish. Sug'orish va namlikni boshqarish. Tushuntirish: ekinning suvga bo'lgan ehtiyojini inobatga olgan holda namlik yetishmovchiligini oldini olish yoki ortiqcha namlikdan saqlanish kerak. Zamonaviy sug'orish usullari tomchilatib sug'orish, yomg'irlatib sug'orish suvni tejash bilan birga hosildorlikni ham oshiradi. Misol, makkajo'xori va sholi kabi namsevar ekinlarni o'z vaqtida sug'orish, ammo ildiz chirishiga olib kelmaydigan darajada suv berish. Zararkunanda va kasalliklarga qarshi samarali kurash. Tushuntirish: ekinlarning o'sishi va rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan zararkunandalar, hasharotlar va kasalliklar, zamburug'lar, bakteriyalar, viruslar hosilni katta qismini yo'qotishga sabab bo'ladi. Integral himoya tizimlari, biologik, kimyoviy va agrotexnik usullarni birlashtirish bu muammoga samarali yechimdir. Misol, kartoshkadagi Kolorado go'ngiziga qarshi biologik preparatlar yoki maxsus insektitsidlar qo'llash, g'o'zada virus kasalliklarining oldini olish. Agrotexnik tadbirlarni to'g'ri bajarish, almashlab ekish, tuproqqa ishlov berish. Tushuntirish: tuproqqa to'g'ri ishlov berish, chuqur shudgorlash, yumshatish, almashlab ekish qoidalariga rioya qilish, bir turdagi ekinni bir joyga qayta-qayta ekmaslik, tuproq unumdorligini saqlash va oshirish, begona o'tlarni kamaytirish va kasallik zararkunandalarni nazorat qilishda muhim rol o'ynaydi. Misol, almashlab ekishda dukkakli ekinlardan so'ng g'alla ekish tuproqni azot bilan boyitadi va keyingi ekin hosildorligini oshiradi. Tuproqni o'z vaqtida yumshatish esa havo almashinuvini yaxshilaydi va ildiz rivojlanishiga yordam beradi.